Koreyaga qaysi yo'l bilan ketding? Men o'zimdan chiqib savollarga javob beradigan bo'lsam, Koreyaga bakalavr diplomi orqali kelganman. Hech qanaqangi til sertifikati, bir oylik bank shot, ota-ona yillik daromad so'ralmagan mendan. Faqatgina o'sha bakalavr diplomi va xohis so'ralgan. Ikkinchisi, tilni bilarmiding, sertifikating bormidi? Shunaqa savollar. Menda unaqangi til sertifikati, hech qanaqangi til sertifikati bo'lmagan. Shu bakalavr diplomi orqali kelganman. Uchinchisi, borganda ish topish osonmi? Borganda keliboq ish topish qiyin. Tanishlaringiz bo'lmasa, albatta, tanishlaringiz bo'lsa ish topish osonroq. Tilni bilishingiz kerak ish topish uchun. Shunaqa. Darslarga keladigan bo'lsak, darslar haftada 2 kun darsimiz bo'ladi bizniki. Darslar juda ham sifatli, hamma narsa o'z o'rnida bo'ladi.